Nimaga? Do'stlar, kim artefakt videosini sog'ingan bo'lsa, men sizlarga artefakt videosini qo'yib beray. Ayni vaqtda Minecraftda 124 ayni vaqtda Minecraftda 100 Ayni vaqtda Minecraftda 124 ta topshiriq mavjud. Ular orasida unchalik ham qiyin bo'lmaganlari va ko'pchilik o'yinchilar hattoki bilmaydiganlari ham bor. Men esa shu topshiriqlarning barchasini hardkorda, ya'ni o'lsam hammasi tamom bo'ladigan olamda bajarishni maqsad qildim. Barcha topshiriqlar hardkorda. Olg'a, olamni yaratamiz. Juda omadli paydo bo'ldim, chunki uzoq kelajakda dengizda oldida paydo bo'lgani menga juda katta foyda beradi. Chekkadagi esa mening koordinatalarim. Men mod qo'ygandim koordinatalarni ko'rsatishga, lekin u qandaydir rasvoroq ishladi. Shuning uchun uni almashtirishga qaror qildim. Bundan rasvosi bo'lmaydi. Yiqilgan daraxt bunaqasi Java Minecraftda bo'lishini bilmasdim. Bizning videomiz topshiriqlar bajarish haqida ekan, kelinglar birinchi topshiriqni bajaramiz. Tosh kovlash orqali. Lekin bu dunyoda sohildan tosh kovlashdan ko'ra ahmoqonaroq g'oya yo'qligini tushunib yetdim. Aytgancha hozir ekranning chap yuqori qismida ko'rib turgan narsangiz men nechta topshiriqdan nechtasini bajarganim. Hozircha bironta ham bajarganimiz yo'q. Videoni sifatli bo'lishi uchun 2K dolayotganimgami bilmadim, lekin videoning ba'zi bir joylarida qochishlar bor. Videoga shunaqa joylar tushib qolsa xafa bo'lmaysiz. Nima bo'lganda ham men kanyon topdim. Bu degani birinchi topshiriqni bajarishning vaqti yetib keldi. Tosh davri. Orqasidan shu zahoti tosh kirka yasab, ikkinchi topshiriqqa ega bo'ldim. Yangilanish. Faqat to'xtang. Do'stlar, to'xtanglar. Mening kanalimga obuna bo'lgan sonlari kam ekan. Shuning uchun hozirgina obuna bo'lib va like bosinglar. Qani bo'lmasam, bosgan bo'lsanglar 1, 2, 3 obuna bo'ling. Nega ular o'zbek tilida emas? Xo'sh, topshiriqlarni bajarar ekanmiz, hech bo'lmasa topshiriqlar o'zbek tilida bo'lsin, to'g'rimi? To'xtang, Minecraftga kirganimiz zahoti birinchi topshiriq bajarilgan ekan-ku. Ozgina tosh kavlaymizda qolgan tosh asbob-uskunalarni ham yasaymiz. Agar kanyon chuqurroq bo'lganda mening challenge'im shu yerda o'zida tugagan bo'lardi. Qishloq topish bilan omadim kelmagan bo'lsa ham, lekin qo'ylarni yaxshilab qirib, ovqat zaxirasini to'plab oldim. Lekin qishloq topsak baribir yomon bo'lmasdi. Qishloqni topish muammo emas, lekin men uni iloji boricha yaqinroqdan topishga harakat qilyapman, spamdan uzoqlashmaslik uchun. Birinchi kun o'z nihoyasiga yetdi. Paytdan foydalanib 4-topshiriqni ham bajaramiz. Alla bo'lam, alla yo'q. Qishloq qidiruvlari meni buzilgan portal oldiga olib keldi. Oltin blokni ola olmasam ham, lekin sandiq ichidagi narsalarni olishim mumkin. Bu ozgina temir, magnetit, oltin asbob-uskunalar va ya eng muhimi obsidian blokdir. Sababi uni olish ham bitta topshiriqni bajarish degani. Yana bir necha daqiqalik qidiruvlardan so'ng aytsam ishonmaysiz, men avantpost topdim. Bu uzoq kelajakda bizga aniq yordam beradi. Hozircha juda ham omadim kelyapti. Avantpost bor ekan, yaqin atrofda qishloq ham bo'lishi kerak deb o'yladim va yonga qaragan aynan shu menga kerak edi. Teoriya bo'yicha men hozirni o'zida nezarga otlanishim mumkin edi, lekin men speedrun qilmoqchi emasman. Asta-sekinlik bilan hammasini joy-joyiga qo'yib, ajdarni yutib, hamma topshiriqlarni bajarish bu mening maqsadim. Qishloq o'zi menga aynan ovqati uchun kerak edi. Bu qishloqda esa samon bilan hech qanday muammo yo'q edi. Umuman hech qanday, hattoki keragidan ham ortiq edi. 3 dona temir va bitta topshiriq uchun qishloq qo'riqchisini yo'q qilishga ham to'g'ri keldi. Temir tafti bizning 5-topshirig'imiz. Kech tushganda esa 2-tunni qishloqda o'tkazib yubordim. Hozircha mahluqlar bilan urushish menga kerak emas. Yana qishloqliklarni ham himoya qilish uchun edi bu. Magnetit bilan ham bir ajoyib topshiriqni bajarish mumkin, lekin buning uchun hozircha menda temir va redstone yetishmayapti. Lekin yaqin kelajakda bu topshiriqni albatta bajaramiz. Minecraftda speedrunli qilib yutishga urinmayotgan ekanman, kelinglar o'zimga kichik bir uy quray. Agar meni anchadan beri kuzatsangiz, qanaqa uy qurayotganimni bilasiz. Yonginamizda yana bitta qishloq bor ekan. Uy qurishga resurslar to'playotganda uzoqda cho'kkan kemani ko'rib qoldim. Ichida balki qiziq narsa bordir deb borib tekshirib ko'rsam, rostdan ham bor ekan. Naqd bir dona olmos. Va bu olmosga ega bo'lish ham yana bir topshiriqni bajarish degani. Cho'kkan kemani oldida buzilgan portal ham bor ekan. Uni ichidagi oltin asaqalarni kiyib deyarli to'liq set to'pladim va oltin blokni ham oldim. Xo'sh, uy qurilishi uchun barcha kerakli narsalarni to'pladim. Endi qurilishni ham boshlasak bo'ladi. Boya aytganimdek, bu uy ko'pchiligingizga tanish, faqat bu safar uni sal kattaroq quraman. Ichiga ko'pgina sandiqlar ham o'rnatish mumkin bo'lishi uchun. Xo'sh, bildingizmi qaysi uy ekanligini?
Rostini aytsam, qurilishni ta'riflash har doim juda ham qiyin. Xo'sh, endi bildingizmi qaysi uy ekanligini? Balki mana bu bloklarni qo'yganimdan keyin, afsus, bir donasi ortib qoldi. Ham mayli uni tashlab yuborsa ham bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqish uchun norvonni o'rnatamiz. Uyni sal kattaroq qurganligim uchun ikkita eshik bo'la qolsin. Endi interyer bilan shug'ullanamiz. Verstak, pechka, oyda uchun qumni eritishga qo'yamiz. Qishloqdan ozgina yorug'lik o'g'irlaymiz va uni chiroyliroq yorug'likka aylantiramiz. Endi qolgan narsalarni ham o'rnatamiz. Albatta qizil yotoq va sandiqlar. Hammasi tayyordik, lekin bir narsa yetishmayapti va men bu nimaligini bildim. Shu zahotiyoq ana u yerda ortib qolgan narsa nimaga ortib qolgan ekanligini tushundim. Sababi u ortib qolmagan edi. Sababi uning maqsadi mana shu yerda menga stol vazifasini o'tash edi. Faqat eng muhimini unutibmiz. Eshiklar va albatta oyna. Oynasiz uy bo'lmaydi uy. Izohlarda uyga o'z fikringizni yozib qoldiring. Men esa o'z narsalarimni va nihoyat sandiqlarga solib, mana bu samondan non tayyorlashim mumkin. Xuddi ko'nglimdagidek uy chiqdi desam ham bo'ladi. Boya kemada bir dona olmos topgan ekanmiz. Kelinglar Minecraftga oxirgi versiyada qo'shilgan nayzani yasaymiz. Yanada yangiroq versiyaga o'tdim. Endi aniq nayza bo'lish kerak va mana bu Minecraftga qo'shilgan yangi qurol nayza va unga bog'liq topshiriq ham mavjud. Faqat men tushunmaganim, nega o'z cho'ntaklarida yuzlab tonnalarni ko'tarib yura oladigan Steve oddiy nayzani xohlaganicha tekis ushlab tura olmaydi. Kelinglar unda nayzani tekshirib ko'rsak. Paytdan foydalanib bu nayza qanday ishlashini tushuntirsam. Bu nayzada ikki xil zarba turi bor. Birinchisi keskin va qisqa. Ikkinchisi esa to'g'ridan to'g'ri o'yinchining tezligiga bog'liq. Ya'ni siz qanchalik tez bo'lsangiz, siz beradigan zarbadan ketadigan jon ham shunchalik ortadi. Masalan, bu holatda menda tezlik 10 effekti bor. Bu degani men endi boyagidan ko'ra ancha ko'proq jon olaman. Umid qilamanki, tushunarli bo'ldi. Yana men bexosdan konga tushmasdan qanday redstone olish mumkinligini topdim. Shu sabab buzilgan kemadan topilgan zumradlar evaziga redstone sotib oldim. Imkoniyatini beradi. Qishloqliklarni bemalol zombiga aylantirib, shu bilan birga davolash hammasi qulaygina bo'lishi uchun bizga bozor kerak bo'ladi. Ya'ni birgina tugma bilan hammasini amalga oshirsa bo'lsin. Shunaqa joyni qurish uchun o'zimning bor redstone mahoratimni ishga solishni boshladim.